أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz o'quvchilar, qadrli saboqdoshlar, bugun Allohning fazli bilan yana har bir sonlar bilan ulug' so'rinda va payg'ambar merosi bo'lgan, payg'ambar suhbati bo'lgan, payg'ambarning bizga qoldirgan izi bo'lgan ulug' so'zi bilan suhbatdosh bo'lish uchun dars to'ldiribmiz. Garchi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning o'ziga hamroh bo'lmagan bo'lsaqmi, so'riniga hamroh bo'lmagan bo'lsaqmi, ammo ulug' payg'ambarimizning so'zi, ulug' payg'ambarimizning yo'l-yo'riqlariga hamroh bo'lib, uning so'zini anglab o'ltiribmiz. Bu sharafga Allohning noil qilganidan Allah'a cheksiz hamd sana yollaymiz. 30. hadis An İbn Umar radıyallahu anhuma kana yaqul kana al-muslimuna hina qadimu al-Madina yajtami'una fayatahayyanuna as-salat laysa yunada laha fatakallamu yawman fi zalik فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النسارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دن rivoyat qilib u mundaq dedi. Musulmonlar Madinaga hijrat qilib kelgan vaqtda to'plashib namozni kutib o'tirardi. Yatahayyarun degan namozni kutib o'tirardi. Namozga azon o'qilmaydi. O'zlari namoz vaqti kirgan bo'lishi mumkin yoki kirdi degan ong va tushuncha bilan masjidga bir-birlab kelib o'tirardi. Endi o namozga muayyan bir ovoz yoki bir chaqiriq bilan chaqirilmaganligi uchun ilgari kin kelish ishlari bo'lib qolardi. Natijada ular ilgari kin kelib shu namozni kutib masjidda vaqti kirsa deb o'tirishardi. Ular bu haqda bir kuni gaplashib qoldi, so'zlashib qolib, ba'zanlari sizlar Hristiyanlarning zillariga o'xshash bir zildin tutinglar, ya'ni qo'ng'iroqlarga o'xshash bir qo'ng'iroq yasanglar, qo'ng'iroq tutinglar dedi. Ba'zanlari bo'lsa, balki Yahudlarning munguzlariga o'xshash kanaydin birini tutinglar dedi. Demek o'zaro maslahatlashdi sahobalar. Chunki uning qilibi bo'lmag'achqa hadisda Alloh taolo tarafidan muayyan ish bilan qilingan deyilmagan ish agar u yaxshilikqa vasila, yaxshilikqa vosita bo'lib qolsa, uni qilsa bo'ladi. Mana sahobalar namozga yig'ish uchun, chaqirish uchun Hristiyanlar o'zining chirkovlariga odamlarni chaqirmoqchi bo'lsa, zil chalardi. Yoki qo'ng'iroq chalardi. Esib qo'yib qo'ng'iroq chalardi. Ba'zanlar Yahudlar umumiy ibodatxonalarga chaqirmoqchi bo'lsa, kana ibodati xuddi muguz nimaninki kalining muguzi yoki bo'g'u munguzi o'xshagan bir munguz batdi. Ömer radıyallahu anh dedi,
Avvala tab'asun. Voy, uni qilili, buni qilili. Hali Hristiyanninki, hali Yahudninkini qilili digucha namozga chaqiradigan bir kishini avatmamsizlar dedi. Demak, mashu hadisdan mayli Yahud bo'lsin, mayli Hristiyan bo'lsin, uning taraqqiyoti, uning islomning ruhiga va islom dinining uçukdan uçuk islom diniga zid bo'lmagan ishlar bo'lib qolsa, uni elish, uningdan o'kinish, uningdan musulmonlar manfaatlanigili nima bo'ladi degan gap bu hadisdan chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal o'rningdan tur, namozga azan o'qi, namozga chaqir dedi. Al-ma'na al-am. Kana al-muslimuna bi Makkah qalil al-adad. Yastakhfuna kaseeran fi salatihim wa la yakaduna yajtami'un. Wa idha ijtama'u taraqqabu dukhul al-waqt wa tahayyanu hinahu wa zamanahu. ثم قاموا إلى الصلاة دون آذان أو إقامة. Umumiy ma'nosi hadisning. Musulmonlar Makkada soni oz edi. Ular ko'pincha namozlarini maxfiy, yushurun o'qitdi va bir yerga asosan to'planolmaydi. Jug'lishanmaydi bir yerga. Vala yakadun degan kadi yaqin ma'noda, yaqin bo'lanmaydi, jug'lash qiladigan, to'plash qila asosan yaqin bo'lanmaydi, asosan to'plashanmaydi. İzajtama'u agar to'plashib qolsa, vaqtning kirishini kutib turibdi va o vaqtninki kelishi zamonini saqlab turadi. An namozga azon yoki takbirsiz turadi. Demak, musulmonlar Makkada o'zi ojiz bo'lganligi uchun vallohu alam ular bir yerga to'plashib namoz o'qish fursati ozdi. Hatto namoz o'qigan chaqdimi azon o'qiyamaydi, takbir o'qiyamaydi. Ana shundoq bir mustazaf holatda ular namozni jamoat bo'lib o'qishdan va qanday qilmagan, yanmagan va ular shunda bir ojiz holatda namozni Rabbiga jamoat bilan o'qitdi. O'zlari uchrashadi, bir yerga kelishadi, maslahat bo'lsa, maslahat qilishadi bular. Falamma hajara Rasululloh va banal masjidan nabaviy va kasura al-muslimun ولم يعودوا يخشون الجهر بالعبادة استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في وسيلة يجمع بها الناس للصلاة فقال بعضهم نرفع راية فإذا رآها المسلمون علموا أنه قد حان الوقت للصلاة فجاءوا ولم يقبل هذا الاقتراح لأن الراية لا يراها إلا قلة من المسلمين ثم إنها لا ترى بالليل فلا تنفع للإعلان بالعشاء والفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت قلب مسجد النبوي silib musulmonlar ko'payibdi. Ular ibodatni oshkora qilishdan ensirmaydigan bo'ldi. Lam yaudu degan ensirmaydigan bo'ldi. Bunda ensirmaydigan bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablari bilan odamlarni namozga jug'laydigan bir vosita haqida maslahatlashdi, istishora qilishdi. Demak, ozodlashdi degan gap, sharoiti Makkada namozni qo'rqib o'qitdi, ansirab o'qitdi, hatto unlik o'qiyamaydi, ovozini chiqaramaydi, bir-biri bilan xotirjam yig'lanmaydi. Ammo Madinaga borgan chaqida bu qo'rquv, bu ansirash, bu dakki-dukki hammasi yo'qolib ketdi, birodarlar. Demak, Allohning dini uchun ko'chgan, Allohning dinini deb yurtlardan ayrılganlarga Allah ana o dinni keng taşa beredi onu. Peygamber Aleyhisselam ashabları bilen adamlarni namazga toplaydigan vosita haqida maslahatlashdi.
Ba'zanlar bayroqni chiqirli dedi. Bayroqni musulmonlar ko'rsa, ular namozning vaqti yaqinlashganligini biladi-da, namozga keladi dedi. Bu fikr qabul qilinmadi. Bu talab, iqtiroh degan bu talab, bu fikr yoki bu taklif qabul qilinmadi. Nimishqa? Chunki bayroqni ozg'ina musulmonlardan boshqalar ko'rolmaydi uni. Bu birisi ozg'ina musulmonlardan boshqalar ko'rolmaydi. Ya'ni shu masjidning atrofida kishilar ko'rgan bilan o yiroqdagilar ko'rolmaydi. Ikkinchi, u bayroq kechisi ko'rilmaydi. Kechisi ko'rilib bo'lmaydi. Shunlashqa u bayroq bomdat bilan xuttamning e'loni bo'lishga asqatmaydi. Bomdat xuttamning e'loni bo'lanmaydi. Bu jihatdan umumatan musulmonlarning e'lon degan bu xil vositaga bu bayroq nima yaramaydi ekan. Ba'zanlari bo'lsa namozning vaqti kirganda o't qalayli dedi. O'tni ko'tirili. Nuqit desin bo'ladi, o't qalayli yoki nufit degan o'tni olib chiqiladi. Ya'ni o'tni ko'tirib mangala. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bundoq dedi. O't ko'tirish majusilarning qiliqi. Biz ularga o'xshashmaymiz. Wala natashabbahu bihim degan ularga o'xshashmaymiz yoki ularga o'xshashni yaxshi ko'rmaymiz. İslam ayrım din. Başka her qandaq dinlar, örf adetler, an'analarning işleri bilen din o'xshamaydi. Şekli de o'xshashimi, ammo mohiyatda, haqiqiy tigida, javhirida o'xshamaydi. İslam Allah'ның dini. Bendelerden kabul kılıngan ya bendeler tarafından oturup çıkılgan din bilen hiçbir münasebeti yok. Bazılar bunda dedi, biz müngüzdün birini müngüz ve kanay tutulu onunla püydüyle avaz, üllük çıkıdı. Onu namaz okumakça boğan kişiler anlaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam kanay işletish Yahudlarning qiliqi. Ularga o'xshamaymiz dedi. Ba'zanlar naqusni qo'ng'iroq ishlatili. Payg'ambar sallam qo'ng'iroq ishlatish xristianlarning qiliqi. Demak, buni har tarafdan o'ylasak bu başka düşmanlarning, başka dindikilarning qo'llangan ishi. Onunga o'xshab bo'lmaydi. Sakata sallallohu alayhi va sallam qalilan yufakkir. Payg'ambar alayhisalom bir oz o'ylandi. Ya'ni o'ylanib jim turdi demakki, bir oz o'ylandi. Alaysan nasara aqraban nas mawaddatan lillazina amanu. Alaysatil mushabaha fi amalin min a'malihim aqalla khataran على المسلمين من المشابهة غيرهم. Hristiyanlar mu'minlarga, Hristiyanlar kishilarning mu'minlarga do'stroq emasmi? Ularning ishlaridan biri ishda o'xshab qilish musulmonlarga nisbatan başqalarga o'xshaganlikdan xatiri tuvanroq emasmi? Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ylandi. Lima la nattaxizu naqusan hatta ya'ti amrulloh. Allohning hukmi kelganga qadar qo'ng'iroqdan birini ishlatmaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bisuna naqus Rasululloh qo'ng'iroq yasashga buyurdi. Demak, mumkin bo'lmagan chaqda zini eng tuvan, xatiri eng az, musulmon xatiri eng az bo'lgan ishni qilish, manfaati eng ko'p bo'lgan ishni qilish musulmonlarga bu durust birodarlar.
saqlangılı bo'lmagan chaqda xatiri tuvan, ziyni az, o'xshab qolsimi, ammo ig'ir darajada o'xshab qolmaydigan ishlarni qilish bu durust. Umar roziyallohu anhu لما لا نبعث الآن رجلا على عالي الصوت إلى مكان مرتفع أو إلى باب المسجد فينادي بالصلاة يجمع الناس لها ورضي صلى الله عليه وسلم رسول الله برأي عمر فقال يا بلال قم ونادي بالصلاة فقام بلال فنادى الصلاة جامعة. عمر رضي الله عنه نمشقا avazı yuqori bo'lgan bir kishini iyiz o'ringa chiqib azan o'qish uchun avatmaymiz, yo masjidninki ishtuga berib namozga azan o'qishga avatmaymiz. Odamlar namoz uchun to'planadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ömer radıyallahu anh'ın fikrinden suyundi. Yani xursand bo'ldi. Dedi ki Bilal o'rnidan tur, namozga chaqir. Bilal radıyallahu anh o'rnidan turib as-salatu jami'atun deb chaqirdi. وانصرف المسلمون إلى بيوتهم تلك الليلة وهم مشغولون بما دار من حديث. Müslümanlar şu gecesi öylürge ketişti. Vahalaniki ola burak ötken sözler bilen meşgul. Şu arada kılıngan meslahat, bulungan sözler bilen hemmesi meşgul. Yani şunun fikri de, şunun hiyalı da, şunun gemi de. Ve minhum Abdullah ibn Zeyd. Bunların içi de Abdullah ibn Zeyd mübaridi. قال مؤمن داريلو إن سربت وأنا مهتم لهم رسول الله فرأيت في منامي وأنا بين النائم واليقظان رجلا يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin gemiga g'amdosh bo'lgan holatda qaytdim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin gemiga ihtam, ahmiyat bergan holatda qaytdim. Resulullah bu yerda o'ylandi, izlandi, har xil fikrlarni qildi. Axirida shu chorani topdi. Buningdan bir yaxshi chora chiqib qolarmi? Yaxshi bir amal bo'lib qolarmi deb insarabtu va ana muhtam degan men Resulullah'ning g'amiga ahamiyat bergan holatda qaytdim. Tushimda ko'dim men uyg'oq uxlayotgan va uyg'oq kishining orasida ko'dim o'zimni. Birisi uxloqliq, birisi uyg'oq. Bir odamni ko'dim, qo'lida qo'ng'iroq ko'tarayotgan. Dedim ey Allah'ın bendisi qo'ng'iroqni satamsa o dedi nima qilsa uni. Dedim onun bilan namozga chaqiramiz. O men seni buningdanmi yaxshiroq bir ishga boshlab qo'yaymi? Men onunga bo'lsa shunday qilgin, balo degan bo'lsa shunday qilgin desam, o dedi da Allohu akbar Allohu akbar deb la ilaha illalloh degan yerga chiqdi. Abdullah ibn Zeyd ettigen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qashig'iga kelib, u Resulullah'ı ko'rgan tushini xabar qildi. Va kana al-wahyu qad nuzila bil azan. Vahiy azan haqida vahiy tushib bo'lgan edi. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem li Abdullah ibn Zeyd innaha la ru'ya haq. Resulullah Abdullah ibn Zeydga bu to'g'ri tush, haq tush. Bilal bilen birlik tur
فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَيُوَزِّنُ بِهِ Sen Bilal'a köygününü taşla degen, yani ügetken, o sen ügetken boyunca azan okusun. فَاِنَّهُ اَنْدَى مِنْكَ سَوْتًا Onun sendin avazı yukarı, yani onun degen Bilal'ın sendin avazı yukarı dedi. Demek her bir hizmetke, o hizmetke layık, münasip adamını işletiş gerek biraderler. Mana azanның tushini gerçi Abdullah ibn Zeyd kögen bolsa mı? Amma Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh'a buyurdu. Nimişka? Bilal radıyallahu anh'ın ahvazı yukarıdı. Bilal radıyallahu anh'ın münasibiydi. Çünkü o azan adamlarını namazga çağırdıgan bir ilan boğanlık için. İlan degen qancha yukarı, qancha yiroqlarga kesse o yaxshi emasmi? Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hizmetinin vazifesinden, hüddüsünden Bilal radıyallahu anh yaxşı çıkmadı. Bilal radıyallahu anh bu hizmeti koyanlar dedi. Ve semi'a Ömer el-azan ve kâne kad ra'a fi menâmihi mâ ra'a Abdullah bin Zeyd. Ömer radıyallahu anh azanını anladı. Ömer düşüde Abdullah bin Zeyd kögeninin özünü kögen idi. Umu yaktikini sörügen halette çıkıp geldi. Faharacı yecri degan mengip çıkıp geldi. Dedi ki ya Resulallah vallazi ba'asaka bil haq laqad ra'aytu misla hada. Ey Allah'ın Resulü, seni hakikat bilen avatken zat bilen qasam ki men bunu oqishni ko'rgan deydi. Demek çüş haq tush buludu buraderler. Rast tush buludu. Allah Teala bazı mümin Müslümanlarga tushları arkalık dinni, tushları arkalık haqni, tushları arkalık yaxshi ishlarni bildirdi. Mana bularni tush arkalık bu azanni tapqan. El-mebahisul arabiyya Arabi tadqiq qilingan so'zlar. Kanal muslimuna hina qadimu minal Madina degan Makkadan hijrat qilib kelgan chaqda demakchi. Fayatahayyanuna salat degan namozni kutib o'tiradi degan, ya'ni namoz vaqtini mo'lcharlab o'tiradi. O namozga kelish uchun. Hin degan vaqt, zaman degan ma'noda, ya'ni namozning vaqtini kutib o'tiradi. Laysa yunada lah Laysining ismisi hal ve şen zemiri. Bu yerde Laysining ismisi hal, şen zemiri. Bu yerde Laysa dediği yani o şallı haber bunun için çağrılık iş yok. Yunada cümle Laysining habire. Yunada laha degan cümle Laysining habire. Laysining tegide bir zemir var demek. Cümle haliye. O şallı haber namazga çağrılık iş yok demek. İttehizu naqusan misle naqusun nasara. Nasaralarning qo'ng'iriqi dastlabida uzun yog'och bo'lib, o yog'ochqa undan kichikroq bir yog'och bilan uriladi. Shuning bilan ovoz chiqardi. On bugungi kunda tunulgan çirkav, medreselerde bugün günde tunulgan qo'ng'iroqqa aylandi. Burun bir yog'ochni bunda qo'yib, shu yog'ochning tepsiga keng uzun yog'och, kichik yog'ochda tang mushlaydigan gap, xuddi bizim banda mushlagandek mana. Bu shunday mushlaydi. Shuning bilan ahvol chiqadi. Kim uni taraqqiy qildirib bizning mahallada bang deymiz ya. Ani shundaq bir narsani olsa yoki zil talimiz diring maktablarningki tamlarga shuni shu kishi bolalarni ta'til istirohat qilgan, o'qishga chaqirganda bo'ladi. Bal bu qan misla qarnil yahud bu maf'ul bi hazf qilingan filningki maf'ul bi ittaxizu buq degan ma'noda. Bu qayn bu ikkisi yiroq tarafdan bo'lgan keng tugurukni. O'zi yiroq tarafdan bo'lgan keng tugurukni ustuvori degan tuguruk. Ta onun püydülgan tarafı ta ovozni gavdalantiradigan, uni yuksaklaştiradigan, ko'taradigan
deyiladi onun sür, şabır mı deyiladi. Avaz püydülüdüğün tarafı neydi ta? Yirak tarafı kem. Ba tarafında yoğun gına. Xuddi buni bir ko'makchi bo'lsanglar, bir nima var o? Bugungi kunda bugungi kunda kanayli bag'o, shu kanayning ayni shu. Avla tab'asun rajul hamza istifhom uchun hamza degan va taqdir qilingan bir filga atib qilish uchun ataqtaduna bin nasara wal yahud wa la tab'asuna rajulan degan bo'ladi. Sizlar yahudlarga, xristianlarga ergashamsizlar, bir odamni avatmay. Qanday gap bu? Hamza birinchi jumlaga inkor qilish, ikkinchi jumlani bekitish uchun. Sizlar yahudlarga, xristianlarga mo ergashamsizlar, bir odam avatmay. Avatinglar demakchi. Yunadi bis salah maqsadi nidodin namozga uqtirish. Qaysi lafz bilan bo'lsin? Azal lafz bilan emas. U vaqtda azal lafzi yo'q-ku. Tahu vaqtda yo'l qo'yal bo'lgan. Shu qandan so'y desam bo'ladi. Qum fanadi bis salah maqsad gang uqtirish. Maqsad qum degan buyruqdan dilinde tur demakdir. Dilinde yiroqqa ba. فقه الحديث المزمونة ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. Bir جماعة علماء İsra'dan burun, yani Mekke'den asmanğa çıkıştan burun farz namaz bo'lmagan. Fakat onunğa buyruq kelgan, yani fakat onunğa keçilik namazını o'qishdan iborat buyruq kelgan, bikitmi ancha rakat o'qing deb bikitmi buyruq kelgan namoz beydi, ama farz namoz yo'q edi degan gap bor. Wa dhahaba ba'dhum ila anna salat kanat mafruda rak'atayn bil ghadat wa rak'atayn bil ashi. Bazı ulamalar farz namaz bu etdiganlikda 2 rakat, kechda 2 rakat farz namaz beydi degan gap bor. Wal muhaqqiquna min al ulama yarawna anna salata furidat bil hadar was safar rak'atayn. Falamma qadima Rasulullah المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء ثم بعد أن استقر فرض الرباعية منها خفف منها في السفر. İniqlaydigan, tekşirdigan ulamalar bunda deb qaraydi. Namaz yurtda, safarda 2 rakat farz qilindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelib ko'ngli tingan chig'ida yurtning namoziga 2 rakat peshim, asr, shom, xuftamga 2 rakat qo'shildi. 4 rakatlik farz muqimlashib bo'lgandan keyin o namozdan safarda yengillashtirildi ikkisi deb munda qaraganlar bor. Vaqtulifa fi sunnati allati shuri'a fiha al-azan. Namazda azan yo'lga qo'yilgan sunnatda ixtiloflashib qilindi. Va rajihu yilda bis sana yilda. Endi namazda azan yo'lga qo'yilgan yilda ixtiloflashib qoldi. Qaysi yili, qanchinchi yili azan yo'lga qo'yilgan? Va rajih anna zalika kana fi sanati al-ula. Kuchlik qarash azanning yo'li qo'yilgan yili hijratning 1-yilida bo'lgan. Qila va kana fi saniya. Ba'zan ulamalar 2-yilida bo'lgan dedi. Amma al-ahadith allati waradat bi anna al-azan shuri'a qabla al-hijra ba'da al-isra fa hiya da'ifatun la tasihhu. Amma azan hijrat qilishdan burun isrodan kin yo'lga qo'yilgan deb kelgan hadislar o zaif, sahiylikka yetmaydigan, sahiylikka boramaydigan hadis. Hijratdan burun isrodan kin azan yo'l qo'yilgan degan bir rivoyat
İmam-ı Tibrani, İmam-ı Daruqutni, İbn-i Murdavi tarafından rivayet kılıngan. Mana bu ulamalar azan hicrettin burun İsradın kin yol koyulgan degan hadislarni rivayet kılgan. Bu hadislar sahih derecesiga yetmaydigan daif hadislar. Qala al-Hafiz ibn Hajar İmam-ı Buxariyning Sahih-ul Buxari namlı kitabıga en möteber şerhi olan Amdatul Qari, Qastullani, Fathul Bari degan o'xshash nurg'unlagan şerhlerinin içinde şerh yazılgan. Bu şerhlerning içindeki Hafiz ibn Hajar, Qastullani yazgıcı Hafiz ibn Hajar mundaq dedi. Vel hakku ennehu la yasihu şey'un min hazihi'l ahadis. To'g'risi bu hadislardan biri hadis sahih emas. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير آذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك. İbnül Munzir degan kişi keskin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'de namaz farz kılıngandan başlap Medine'ye hicret kılgançılık ve şu haqda maslahat bo'lganchilik azansız namaz o'qigan dedi. Keskin azansız namaz o'qigan dedi. Ya'ni azansız namaz o'qigan deb buni bu Ibn Muzir keskin qilyapti. Demak, bu hadisdan nimani uqtirdi desa, ba'zan ibodatlarni, masalan, sharoitga qarab turib, o'zimizningki ahvoliga qarab turib qilish kerak. Namoz farz bo'ldi, ammo azon o'qilmadi, takbir o'qilmadi. Mana chunki u vaqtda azon takbir o'qidi deganlik darhol dushmanlarga o'zimizning kimligi, qanday odam ekanligini nima uqtirish bo'ladi. وظاهر حديث الباب أن النداء الأول الذي تم في جلسة التشاور كان مجرد الإعلان بحضور الوقت. Batның yuqori biz demoqchi bo'lgan shu batның hadisining oshkor ma'nosi maslahatlashi so'rida bitgan tunji azon vaqtning kelganligini uqtirishlan bo'lgan. Şu vaqtning kelganligini uqtirishlar bo'lgan. Vaqat akhraja Ibn Sa'd fi at-Tabaqat anna al-lafz allazi nada bihi Bilal lis-salah qawluhu as-salatu jami'a. Ibn Sa'd at-Tabaqat namli kitobida Bilal radhiyallohu anhu namoz uchun chaqirgan lafz as-salatu jami'atun degan so'zni deb chiqadi Ibn Sa'd. Demak, u yerda unda Allahu Akbar degan biz o'qiyotgan azon yo'q edi. Faqat as-salatu jami'a yoki shuning o'xshagan namozning vaqti kirdi, ya musulmonlar namozga kelinglar degan shu. Va hadisul bab la yata'arrazu li bad'il azan al-mashru' al-ma'ruf wa la li alfazihi kayfa ja'at wa la man ja'a biha wa kayfa aqarrat. Bu babning hadisi endi dedik biz hozir babning hadisida azonning lafzi to'g'risida gap yo'q-ku. Faqat namozning vaqti kirganlikni uqtirishdan iborat xolos. Undaq azon deb yo'q. Ya'ni bizga tunishlik bo'lgan yo'lga qo'yilgan azonning boshlanishiga va uning lafzlariga qanda kelgan, u lafzlarni kim ap kelgan, qandaq muqimlashgan deganga babning hadisi qarshi kelmaydi. Bu hadis bilan o hadisning o'rtasida hech qanday bir qarshilik yo'q. Vel ahadisu allati ta'arradat li zalika kaseer. Bununga uringan qanda keldi azon, kim ap keldi azonning lafzini, qandaq muqimlashtirildi deganga uringan hadislar ko'p. Ravaha Abu Davud ve Tirmizi ve İbn Majah ve gayruhum. Bu rivayetlerini Abu Davud, Tirmizi, İbn Majah ve ulardan başkaları rivayet kıldı. Fakat araznaha fil ma'nal am an Abdullah ibn Zayd. Biz bu rivayetlerini umumi manada Abdullah ibn Zayd'in rivayet kılınıp oturup koyuverdik. ولم يخرج البخاري ومسلم حديثا لأنه ليس على شرطهما وإن كان صحيحا. İmam Buxari, İmam Müslim Abdullah ibn Zeyd'in hadisini çıqamıdı.
ya'ni ommada. Chunki o hadis o ikkisining sharti bo'yicha sahih emas, garchi hadis sahih bo'lsin. Boshqalarning sharti bo'yicha sahih bo'lsin, ammo uning sharti bo'yicha sahih bo'lmaganligini ommada. والحكمة في إعلام الناس بالأذان على غير لسانه التنويه بقدره والرفع لذكره على لسان غيره. Adamlarga azanni Rasulullahning tilidan boshqasi bilan uqtuganlikdagi hikmat Rasulullahning qadrini ko'tarish va Rasulullahning zikrini boshqalarning tili bilan nima qilish, yuksak qilish. Chunki inson o'zini o'zi maqta qilib bo'lmaydi. Boshqalar maqtash kerak, boshqalar madhilash kerak va boshqalar qanchalik maqtasa bo'ladi. Demak, bu yerdagi azanni boshqalarning tili bilan qilishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qadrlash, ko'tarish. Vaqad zakara al-ulama fi hikmat al-azan arba'ata ashya izharu sha'air al-islam wa kalimatu التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة. Ulamalar azanning hikmetida 4 xil narsani so'zladi. Biri islomning shuarini oshkorlash. Allohu akbar deganga bu butun jahonga Allah biz yaşayotgan bu yurtda, bu mahallede, bu tavallikda, bu vatanda çoğun, Allah'ın çoğun, kudretli, güçlük zat yok. Unda bo'lganda Allah'ın hükmü hüküm, Allah'ın tüzümü tüzüm, Allah'ın digini digen, Allah'ın buyruğu buyruq degan ma'noda muhtaç bo'ladi. Ve bu bir. İkincisi tevhid kelimesini aşkarlaşmada la ilahe illallah'ni. Namazning vaqtida kirganligini uqtirish. O'rnini uqtirish, faloni masjid fukuni yada va jamoatga chaqirish. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان وحكمة. Azan üçün sözünü tanlığanlıqda qiliqni tanlamay, söz tanlığanlıqdaki hikmet söz kolay. Söz asan her bir adamga her zaman her makanda yugurib cho'g'ilab xuddi to'yga bag'aq taqatgandek o'lamitimga bag'aq taqatgandek ma'qulsa ta'so shuni so'zni tanladi. So'zni tanlash qulay bo'lish uchun. والسبب في تخصيص بلال بالنداء أنه أندى صوتا أي أرفع وأطيب. Bilal radhiyallohu anhu azanға xoslashdagi sabab o Bilal radhiyallohu anhu ovozi yuqori, ya'ni yuqori va yaxshi. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الأذان بنفسه. الصحيح قراش Peygamber sallam azanni o'zi o'qimagan. والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع ولا يشرعان لغير الخمس باتفاق ولكن ينادى للعيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة الجامعة. أذان تكبير 5 vakit namaz üçün sahih tekstlar bilen o bütün Müslümanların birliki bilen yol koyulağlar. 5 vakit namazdan baş kısqa bil ittifak yolu koyulmağlar. O okulmaydı. Lekin işke ait gün tutup qalğan, ay tutup qalğan kusufeyn, istisqa, yağmur talep qilish üçün es-salatu jami'atun deb chaqirıladi. Ama Allahu akbar deb chaqirilmaydi. Fi hükmihima, bunu hükmü nima deganda hükmü haqqida sunnat degichilarmi bor, farz-i kifoya degichilarmi bor, jumada farz-i kifoya boshqasi sunnat degichilarmi bor. İbn Muzir bunda deydi, "Huma farzun fi haqqil jamaa fil hadar va safar." O ikkisi jamoatning haqqida yurtda va safarda farzdir. Jamoatning haqqida shaxsiy namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, o'qisangiz sunnatni terildigan bo'lasiz yoki o'qimasangiz bo'ladi. Ammo jamoat namoziga cho'qim farz azan takbir bilan o'qiysiz, azan takbirsiz o'qisangiz bo'lmaydi. ولا يجوز الآذان لغير الصبح قبل دخول الوقت. Bundatdan boshqa namoz uchun vaqt kirishdan burun azan o'qish to'g'ri emas. Ana bomdatda uyg'otmoqchi, uyg'otish, tayyorlik qilg'izish hamda aron uyg'onib, qo'pab, tahorat elib, masjidga borib bo'lsak bir muncha vaqt ketadi. Shuning uchun buningga bir fursat berish uchun burunroq o'qisa bo'ladi. Ammo boshqa namozga cho'qim azan kirganda o'qiydi.
Ve emme subhu feyecuz en yuazzana leh ba'da nisful leyl. Amma bomdat namazıga kelsak, onun üçün kechi tang yerim bo'lganligini azan o'qisi durust. Abu Hanifa la yajuzu qabla al-fajr de bomdatdan burun namoz azan o'qish to'g'ri emas dedi. Ve yu'khazu min al-hadis fawqa ma taqaddam. Hadisdan yuqorida deyilgan mazmun tushunchalardan boshqa tuvandagi bir necha turli darslar, ibratlar ilinadi. Birinchi mashru'iyatu tashawur fil umur la siyamal muhimma. İşlarda maslahatlashishning yo'lga qo'yilganligi bo'libmi muhim ishlardir. Shu muhim ishlarni chuqur maslahat bilan qilish kerak. O'zaro maslahat qilish, bu maslahat bilan qilmoqlikning oxirida chuqur ziyonlik bo'ladi bolalar. Maslahat qilish kerak. Islomni va shaviruhum fil amri va amruhum shura baynahum dedi. İkincisi ennehu yenbaghi lil mutashawirin en yaqula kullun minhum ma 'inda thumma yef'alu sahibul emri ma zaharat lahu fihi al maslaha. İkincisi maslahatlashuvchilar her birisi ulardan o'zining kallistikini deyişe tegishli, deyish loyiq. Sadece tatilib oltumay, hicil bulab oltumay, iyada azroq desem qanda bo'ladi deb oltumay hammani deb o'tish kerak. Chunki shu disunda yig'ilgan emasmi? An ish egisi bu ishda o'zi uchun manfaat oshkor bo'lgan ishni qiladi. Zodi buni manfaati, yaxshilik tarafi ma'okan deganni qiladi. Üçüncüsü ve ennehu la haraca ala ahadin minel mutashawirin iza akhbara bima adda ileyhi ijtihaduhu ve law akhta. Üçüncüsü maslahatlashuvchilardan bir kishiga gunoh yo'q, qachon u xabar bersa, uningga ijtihodi elib borgan narsani xabar bersa, garchi xato kasmi. Maslahatlashganning kallistikini desa, xato kasmi, uningga nima yo'q, gunoh yo'q, masala yo'q. Mushunda mu xato fikr qilamsiz. O fikr qiladi inson. Qanday qilsa bo'ladi? والرابع أن المطلوب مخالفة أهل الباطل في أعمالهم. Beşincisi, Müslümanların talep kılındığını batıl, yani dinsizliğe onların kılgan işlerde karşılık kılış, zıt iş kılış. Asasen bu. Şuna İbn Taymiyye rahimahullah iktiza'us sıratil mustakim muhalefetu ashabul cehim diyor. Doğru yolun talep takazzası ashabul cehim do'zaxlarning yo'lluğuna karşı zıt iş kılış diyor. İslamның ma'nosi şu, dinning ma'nosi şu, Müslüman bo'lishning ma'nosi şu ki bu yo'ldan boshqa yo'lning egalariga muxolifatchilik qilish. Hadisda bu shunday emasmi? Ihdinas siratal mustaqimdan kelib g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Yahudning yo'liga emas, Nasoraning yo'liga emas, ularning qilgan ishini qiladigan qilmagan ya Rabbi degan bo'ladi ya. الخامس وفيه مراعاة المصالح والعمل بها فإنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة بسبب أشغالهم نظروا في ذلك. Bunun da bu hadiste bunda menfaatliga ko'ngil bo'lish va unga amal qilish lozim. Ya'ni rioya qilish bor. Ularga namozga oldirash ig'ir kapdi, ular mashg'ul bo'lganlik sabab bilan ular shunga qaradi ya. Burun barayla desa qanday bo'ldi? Vaqt kirmagan chaqda bo'lib qolganlik uchun voy bir kelsak baldur keladi ekanmiz, bir kelsak keyin keldi ekanmiz. Bu hammamiz chaqlab kelsak bo'lmaydi ekan. Shuning uchun buningga qarta bir fikrni o'ttirga chiqarib, o'rtaq keladigan bir ish qilmaylimi dedi. Tamam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qildi deb maslahat bilan azonni yo'l qo'ydi. السادس استدل بعضهم بقوله يا بلال قم فنادي بالصلاة على شرعية الأذان من قيام. Ularning ba'zisi, ilmalarning ba'zisi, "Hey Bilal, o'rningdan turib azonga chaqir" degan so'z bilan azonni o'tirib o'qishning yo'li qo'yilganligiga dalolat qildi. Va annahu la yajuzu al-azanu qa'idan. Azonni o'tirib o'qisa to'g'ri bo'lmaydi dedi. Va fihi nazar li ixtilaf al-murad min al-amr qum. Bu gapda qarshilik bor. Qum degan buyruqdagi maqsad
başqa bo'lganlik uchun. Ya'ni payg'ambarimninki qo'p degani unda o'ltirmay qo'p hozir bang demakchi yerda. O'rningdan turib azan o'qi demakchi emas, o'rningdan tur azan o'qig'ili demakchi. السابع قد يؤخذ من الحديث أن الآذان للرجال والجمهور على أنه لا يصح آذان المرأة للرجال. Yettinci hadisten azan erli üçün ikenlik yerledi. Cumhur ulamalar ayol kişinin erli üçün azan okuşu toğru emas degenge bağlan. Ayol kişi azan okusu bulmaydı. 8-incisi istihbabu kevnul muazzin rafi'as savti hasna. 8-incisi muazzinin avazı yuqori, güzel bo'lishning mustahabligi. Çünkü her bir ishni qilgan chaqda shu ishga loyiq, talablik qilishi lozim. Onunga mas va muvofiq kelmaydigan odamni u ishga bekitmasligimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala bu hadisga amal qilg'ili va bu hadisni o'zimizning hayotlarga tatbiqli qilib qo'ysin. Uni Allah subhanahu wa ta'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislariga agashkeli uni yaqalab mang'ilni nasib qilsin. Uni Allah subhanahu wa ta'ala menga va boshqa musulmonlarga hammalarga gunohlarimizni kechirim qilsin. Uni Allah darsimizni manfaatli, foydali qilib bersin. Ulug' Allah subhanahu wa ta'ala xatolik ne bo'lib qolsa, o xatoligimizni Allohga topshirib, yaxshi tarafini ko'rib, yaxshi tarafidan foydalanib qiladigan kishilardan qilib bersin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.